Qo'qon shahrida jinoyatchilik va huquqbuzarliklarning oldini olish bo'yicha vazifalar belgilab berildi. Qo'qon shahar hokimi Ma'rufjon Usmonov va Qo'qon shahar Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i polkovnik Anvarjon Parpiyev ichki ishlar idoralari xodimlari va uchastka nozirlari bilan Prezidentimizning 2025-yilda respublika mahallalarida xavfsiz muhitni yaratish va huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olish tizimi samaradorligini yanada oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori ijrosi bo'yicha shahrimizda amalga oshirilayotgan ishlarni muhokama etdilar. Ma'rufjon Usmonov uchastka nozirlari bilan muloqotda bo'lib, obod xonadon, obod ko'cha, obod mahalla dasturi asosida jamoat joylari va aholi xonadonlarida xavfsiz muhit yaratish, fuqarolar hayoti, sog'lig'i va mol-mulkiga har qanday tajovuzlarning oldini olish bo'yicha ko'rsatmalar berdi. Qo'qon shahar hokimi bu borada mavjud muammo masalalarni ham o'rganib, mutasaddilarga vazifalar belgilab berdi. Ulug'bek Norboyev, Munisaxon Qambaraliyeva Qo'qon shahar hokimligi matbuot xizmati uchun.